Tushda sho'rva ko'rishning ta'birlari. Agar tushida qo'y go'shti bilan pishirilgan, ta'mi shirin bo'lgan sho'rvani ko'rsa, foydani bildiradi. Agar aksincha ekanini ko'rsa, ta'bir ham aksincha bo'ladi. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, tushdagi sho'rva yumshoq go'sht bilan shirin qilib pishirilgan bo'lsa, foydaga ishora qiladi. Agar qattiq go'sht bilan pishirilgan bo'lsa, g'am anduhga ishoradir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.